hozirgi paytda 4 xil, 5 xil eksimer lazer amaliyoti bor. Demak, birinchi navbatda loskutniy amaliyotlar bor. U operatsiya paytida demak shoh pardani qatlamlarida loskut hosil qilinadi. Bu lasik yoki FMT lasik usullari. Undan tashqari bez loskutniy, to есть shoh pardani yuqori qavatlarida, qatlamlarida qilinadigan amaliyotlardan bittasi bu FRK yoki streamlining yoki transFRK degan amaliyotlar bor va yana bir turi bu Smile degan lazer korreksiya amaliyoti bor. Endi ularni shu turdagi operatsiyalarni tanlash, bemorga qaysi biri to'g'ri keladi, optimal holatda bu, конечно, tekshiruvlardan keyin, ko'zni to'liq tekshiruvdan o'tkazgandan keyin ko'zni holatiga qarab, shoh pardani qalinligi, qavariqligi, refraksiyani darajasiga qarab, gohida даже patsiyent yoshini ham hisobga olgan holatda shu amaliyotlarni shu 4-5 tasidan qaysi biri optimal holatda to'g'ri kelishi belgilab beriladi. Albatta patsiyent kelganda to'liq tekshiruvdan o'tishi shart. Talab qilinadigan narsa o'sha tekshiruvga kelganda birinchidan vaqti bo'lishi kerak patsiyentda. Kamida 1,5-2 soat vaqtimiz ketadi to'liq tekshirib olishimiz uchun. Bu tekshiruvlarga nimalar kiradi? Birinchidan vizometriya deymiz, ko'rish qobiliyatini tekshirish. Ko'zoynaksiz o'zini ko'zi bilan necha qator ko'ryapti hamda ko'zoynakda necha qator ko'ryapti. Refraksiyani o'lchaymiz albatta tor qorachiqqa, keyin qorachiq kengaytirilgan holatda, dori tomizgandan keyin medriyaz holatida qorachiq kengayishiga kamida 20 minutdan 40 minut 1 soatgacha ketishi mumkin. Keyin shoh pardani qavariqligi va qalinligini o'lchaymiz. Albatta topografiyasini ko'ramiz, shoh pardani qavariqligini. Bu tekshiruvlar bo'lgandan keyin oxirgi tekshiruvimiz albatta to'r pardani holati. Ko'z tubida to'r pardani holatiga ahamiyat beramiz. Kim niyat qilgan bo'lsa, masalan shu amaliyotlarni o'tkazishga, shu oftalmologga ko'rikka kelmoqchi bo'lgan bo'lsa, marhamat bizning klinikaga kelinglar. Klinika doktor Maqsudovay yozilib kelsanglar bo'ladi. Call centerga telefon qilib xursandmiz agar yordam bersak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.